Tashqarida oppoq qor. Bugun videomiz bor. Paydan ovqat qilamiz, sizlarga ko'rsatamiz. Mana. Bular qanchadan oldingiz? Ha? Kattaligini qarang, u qancha oldingizmi? Bu sigirning oyog'i. 6 tani Sigir oyog'i. 70 dan oldim. 6 tani 70 dan dedi. Bu 4 ta ho'kizliki ekan. Bu ho'kizlikini 20 dan dedi. 400 ming. Bunisi 420 ming, 820 ming. Tushunganim tushmaydi. Mana deydi, mana deydi, kecha 2 tadan deydi, 2 kishiga berdim deydi. Buni deydi 80 dan deydi, hammayli tush. Ha, yo'q deydi, sizga 70 dan beryapman deydi. 820 bo'lar. Mayli 800 dan biron nima o'ting desam, yo'q deydi, shurda sotaman deydi. Yutdim tushmadi, bitdim tushmadi. Oxiri 20 ni tushing desam, 20 ni ham o'tmayman deydi. Bu deydi, nimani ukamniki deydi, ukamnikini men sotib beryapman, ukam qassob deydi. Men aytdim, shu ukangizga telefon nomerini bering, gaplashayin dedi. 820 mingdan 20 ming o'tmasa, u qanday shunman qassob dedim, keyin bir bola qilib shu ishqi 800 ga oldim deydi. Bugun bir mazza qilaylik. Qarang. Kattaligini qaranglar. Bugun shanba, tanlash imkoniyati yo'q. Bozor kuni ko'p odam chiqadi, unda sal qulay bo'lishi mumkin edi. Ha, buning ham ishi bor. Sovuqda shuncha qilishning o'zi bo'lmaydi. Tadbirkorlarni ham to'g'ri tushunamiz. Gaz, benzin, sovuqda o'tirish, buyoq. Ishqib bugun sovuqda qaynatib, xil qilib bir mazza qilaylik Adilshon. Nima deydi? Yana qo'shimcha chesnok, ko'katlar, bolgarskiy qo'shimcha narsalar ham olib keldim. Murch. Ver mazza qilayotganmiz bugun. Nasib. 24 yanvar. Bugun tay kuni. Bilmay adashdimmi yo to'g'ri qildim. Qo'y go'sht o'rniga bugun oyoq olib keldim. Vay. Bunisi da nima bo'lyapti? Bu 10 ta oyog'imiz bir qozonga sig'may qoldi. Keyin mana ikkinchi qozonga ham osdik. Buni yaxshi yuvib, tozalab, qozonga solib, bir marta yaxshi qaynatib, uni to'kib tashlab, yana boshqatdan yuvib, yana qozonga solib qaynatyapmiz. Qarang, vay. Qarang. Ichiga no'xat bor edi, no'xat ham solib yordik. Keyin murch soldik. Chesnok solgandik. Chesnoklar ichiga kirib ketdimi? Nima bo'la bo'ldi chesnok? Chesnokimiz tagiga tushib ketdi. Bugun ajoyib sho'rva bo'lsa kerak. Buni keyincha o'ylab keldim-da, 800 ming so'mga oyoq oldim. Mana shuni agar qo'y go'shtining narxiga hisoblab ko'rsam, 5 kilodan oshiq qo'y go'sht berar ekan. Men bo'lsa 10 ta oyoqqa, mol oyog'iga 800 ming arzimaydimi, lekin hammasining o'ziga yarasha o'rni bor. Qo'y go'shtining ham o'rni bor.
Bu paylarning ham o'ziga yarasha o'rni bor. Ana qarang miltillab qaynashini ko'rib bularning hali bunga pishishdan oldin tomat, zibravoy bor, pomidor, zibravoy undan ham qo'shaman ta'm berish uchun. Yana bolgarski bor, bolgarski qo'shaman. Shu ajoyib sho'rva bo'lishi kerak. 4-5 soat qaynatsam, ana keyin mazza qilib nabiralar bilan baham ko'ramiz. Qo'y go'shtining o'rniga buni olib noto'g'ri ish qilmadim deb o'ylayapman o'zimcha. Ikkita qozonda, ona bola qozonda paylar qaynamoqda, bulqillab. Va nihoyat tayyor bo'lar vaqti kelib qoldi ovqatimizning. Fatima, keqani, ko'rqani. Qoshiq bilanmi, kapqis bilanmi? Dada pishib Ya. Suyadan ajralib yotibdi. bo'ldi dadam. Yog'ini qarang, yog'ini. Taqqos tushirishga Bunisi. Qaynashini qarang, vaqur. Shaqiri shukur. bunisi ham pishgan. Bunisi ham hil. Ana. Keptimi Yulduz? Bo'lmasa mani gazni o'chiray. Bo'ldi, men gazga ham mana rahmat, shuncha qaynab berdi. Bunisini ham o'chirdim. Ana, endi suzamiz endi. Buni to'g'rimi? Yo'q, shunday qo'yamiz. Buni to'g'rab shart emas o'zi. Yana ketib qoladi. Ko'katda mana tagida suv qoladi-ku, shuni mana xil bo'ladi-ku, shuni tagiga qilma qilamiz bari. Mayli, uni to'g'rasa ham bo'ladi ko'kat. Nima deydi? Sho'rva bilan chaqiradi. Birinchi go'shtni uraylik, keyin to'ymay qolsak, keyin sho'rvasini uramiz. Durrani. Mana. Ana qarama. Qarama o'lyaptimi? Ya. Qarama qilyapsanmi? Pishirayotgansan qarama. Mana.
Ajralib ham ketaylikmi? Bir xillar ajralib ketgan. Buna sinam çıkarıyor. Bunları içine kaşık. Xillarni aytmaysizmi xillar? Bunlardan içi bak. 100 baho, 100. Lokatlardan kırmızı yaptığını bana lokatlar. Lokatlardan bunu. Voy. Kuşlarni aytmaysizmi? Sınıfta kızımızı. Sağlıktanım koyma. Çıkkara. Oh. Sabzilarni qarang, aytmaysizmi? Sabzilarni. Necha bal qo'yilayotgan bunga? Bularning mana go'shtga to'ymay qolsak, keyin sho'rvasidan bosamiz, bo'lmasa sho'rvasini bilyon qilib ertaga uramiz. Bo'l, voy, o'chiramiz. Xullas kalam ketdik. Kaltani ustiga bunga solgan Dilnoraga ham beringizlar. Navbatma. Şarıyla. Düş. Öyle. Vay. Yani koy koşuysa mana koy. O halde mi oturup aldım. Buldu,